Assalomu alaykum. Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash kimyoviy kafedrasi 22-23 guruh talabasi Dehqonov Quvvatbekman. Mening mavzuyim koks kimyo ishlab chiqarishning umumiy kokslashdagi uchuvchan mahsulotlar birinchi pechdan, birinchi sovutishdan keyin ikkinchi gazni yig'ish quvuriga beriladi. Bu yerda ammiakli suvlarning bug'lanish hisobiga qisman kondensatsiyalanish sodir bo'ladi. Undan keyin koksli gaz 30-35 gradusgacha 3-sovutgichda sovitiladi. U yerda qo'shimcha miqdordagi smolalar kondensatsiyalanadi. Chiquvchi gazlarning tarkibida smolali tuman bo'ladi. U 4-elektrofiltrda ajratiladi. Keyin esa gazni damlagich va 5-yordamda navbatdagi operatsiyaga haydaladi. Kondensat 2-gazni yig'ish quvuridan 3-sovutgichga va 4-elektrofiltrdan 6-ajratgich organik va sun'iy qatlamiga ajraladi. Qolgan qismi esa ammiak va prideniy osonlalar ushlab qolish uchun 7-qurilmaga to'planadi va u yerda elektrofiltrdan keyin gaz fraksiyalari kirib keladi. Bu uchuvchi organik birikmalarni ushlab qolish uchun gaz to'g'ridan-to'g'ri 8-sovutgichda sovitiladi va undan keyin esa 9-absorberda yutuvchi yog' yordamida ajratiladi. 9-absorberda tozalangan gaz qaytma koksli gaz. Koksli pechlarni qizdirish qisman foydalaniladi. To'yintirilgan yutuvchi yog' 10-issiqlik almashgichda qizdiriladi va 11-desorberga kirib keladi. U yerda rektifikatsiyalanish sodir bo'ladi. Natijada yengil aromatik birikmalar aralashmasi quviladi.